Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Erkin Usmonovning Bog'ko'cha bolalari kitobidir. Erkin Usmonovning bu yangi to'plami avvalgilardan farqli o'laroq o'smir bolalarga bag'ishlangan. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, Bog'ko'cha bolalari telepat, ertakka o'xshagan hodisa, aks, sukunatning sirli sadosi nomli 5 kichik qissaning har biri alohida janrda. Biri quvnoq qissa, ikkinchisi fantastik, uchinchisi ertak qissa, to'rtinchisi sarguzasht qissa deya atalib, nasrning imkoniyatlari ila bolalik ruhiyati ustalik bilan ochiladi. Aziz bolajonlar, ushbu hikoyalar to'plamini sizlarga o'qish uchun tavsiya etamiz.